Bana dizayner navga gerek. Chunki subyektiv bo'lishi kerak rostdan ham. Shunday xiva uzun-uz bo'lgan emas. Hamma vaji bo'lgani uchun proyektga ham zo'r ishlagan, arxitektor ham zo'r ishlagan. Balandligi, proporsiyasi, eni, bo'yi bir xil. Pochlikda yana zo'r ustani pochligi bo'lsa, usta qiynalmaydi. O'zini ustida ishlagan odam shunday bo'ladi. Va shu narsa yo'qmaydi, bo'lgan narsa shu. Oxirdan javobgarlik katta bo'ladi. Uyni esi turadidan ustalar bize bilan naq talashadi. Mahmudjon akani qovushadi bir-birini. Qo'shadi, yuradi. Eng oxirida hammasi o'zini ko'rsatib qo'yadi-da. Hamma me'mordan bizada. Avan. U yani birinchi xatoni ikkinchi xato izini kayatib, Benden birinciden krasyani so'ramanglar, necha krasya olayindan, ikkinchidan benden rang so'ramanglar. O'zini me'yorida ishlatsa, shundan chiroyli effekt beradi. Shuni his etgan odam topshirishni bo'yniga oladi, to'g'rimi? Bezak qismi kelgan vaqt o'sha ko'rinib qoladi. Shu moda ekan deb turib, marokanskiy stil moda bo'lib ketdi. Hamma yer marokanskiy ko'rdi. assalomu alaykum. Bugun biz yana Sardaramizdan chiqqan taklif yuzasidan yaqinlarimiz qurilish sohasidagi mutaxassislar bilan bir suhbat uyushtirish maqsadida yig'ildik. Sardar aka, shu suhbatimizni uyushtirish sizga g'oyasi nedan keldi? Shu haqida bir qisqacha aytib o'tsangiz. Endi mana uyushtirish g'oyasi bize faoliyatimiz davomida hem ustalar bilan hem uy egalari bilan muomalada bo'lamiz. Savollar dum ko'p. Çünkü hozir butun O'zbekistonni ko'radigan bo'lsak, katta bir qurilish maydoni. Hamma yerda qurilish. Zavod, fabrikalar qurilib yotibdi, uylar qurilib yotibdi, aholi xususiy uy joylar qurilish. Shuncha savollar ko'payib ketdi. Shuning uchun bir yangilanib turib, hamma podkast o'tirsa bize gürünglashali. Ya'ni podkast bu gürün asli. Bir gürün ma'nosida dildan suhbatlashali. Shu ma'noda bir yig'ilishni taklif etdik. Shuning uchun men o'ylayman, bir yerde oturganlar hammasini fikri subyektiv. Hech qanday hammaning o'zining fikri bor. 100% bu doğru degan gap emas. Shuning uchun bu dildan suhbat deb qabul etadilar menimcha. Tarjimamiz ham navba shu bilan bo'lishamiz. Shu yig'ilib qolgan savollarni hammasini menimcha birma-bir bersam, sizga taalluqli savollar bor, Muzaffarga taalluqli savollar bor, Dilshodga taalluqli savollar bor. Shu savollara bir dildan suhbat etib, fikrlarimizni bildirsak, menimcha ham manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Shu fikr menga ma'qul bo'ladi. Ya'ni bizdagi shu Xorazmda bo'lib turgan hozirgi kundagi qurilishlarni shu soha mutaxassislari bilan o'tirib bir maslahat va shu muammolarning ustida ozgina bir o'zlarimizni fikrlarimizni bildirib o'tsak degan ma'noda menga ma'qul bo'lib, shuni ishni xudo xolasa birinchisi bugun. Savollarınız bo'lsa yine bir yandan beraveringizlar. Misal yine bizlere ko'p insonlar keladi. Uy quracakman. Bana dizayner navga gerek. Sizden bu savol. Dizayner o'zi asli navga gerek. Dizayner kim o'zi? Proyektировщикdan farqi navda. Yoki bo'lmasa deylik internetten bir resimni skaçet etib olib, bir-birini o'zgartirib, uyni egasini yine seni dizayn ettim ben deb eline beradi. Deylik bu insanların kim deb aytiladi bilmayman. Yani dizayner o'zi asli kim? Onu aytadi o işe navi. Uyni egasi siz yana borganda sizdan navi oladi. Shu haqida bir tushuntirib bersangiz, ya'ni qurilishda boshlashdan oldin yoki bo'lmasa biror ta'minlashni boshlashdan oldin dizayner o'zi kerakmi? Bu bir. Dizaynerning vazifasi navi? Yaxshi savol. Umumiy savol bu. Xo'p, endi o'zimdan kelib chiqib aytaman, chunki subyektiv bo'lishi kerak. Rostdan ham umumiy javob shu konkret deb aytilmaydi. Xo'p, dizayner navga kerak, proyektировщикdan farqi navda. Birinchi o'rinda dizaynerning vazifasi shu klient mijoz deb aytamiz endi. Shuni birinchi o'rinda savol-javob orqali buni fikrlashi, qiziqishi, bunga kerak bo'ladigan narsalar haqida undan savol berib bilib olinadi. Biz общий olib qaradigan bo'lsak, bu ko'p savollar. Masalan, men o'zim o'rndan ziyod savol beraman. Liboy kelgan klientdan so'rab oladigan narsalarim bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holatda, uni qarashidan kelib chiqqan holatda, uni keyin ma'lum bir dizaynda uslublar bor. Bunga kerak bo'ladigan narsani shundan bilib olamiz. Endi xalq tilida aytadigan bo'lsak, hashamatni dum yaxshi ko'radigan odamlar bor. Bular klassikaning muxlislari deb aytiladi. Hashamat deb shuni aytamiz. U hashamatning ichida endi qo'shimcha ranglar ham bor. Masalan, dum odamning ko'zini yaldirab bir xushro'y ko'rinadigan dekorativ elementlar bilan boyitish mumkin-da masalan. Ya'ni shunga qiziqadigan odam ekanini shuni suhbat mobaynida bilib olsak bo'ladi. Endi bir xil odamlarni
o'zi nav xalab turgani, ya'ni bu o'zine gerek narsani yaxshi bilmaydigan ham toifalar bo'ladi. Bular uchun siz o'zingizni takliflaringizni berasiz. Balkim sizga buni yo'qar, balkim sizga buni narsaga. Buni bir ustaga borgan vaqtda mashinani aynan qaysi biziq ekanini bilib borishni misol aytish mumkin-da. Men mashinamni berimning biziq shuni o'tib bering deb ustaga kirishpa, mashinamdan shundan bir ovoz chiqibdi, shuni ishab o'tsak bo'ladi deydi. Ustam keyin giradidan, vandan qaraydi, bandan qaraydidan, imindan neri o'tish kerak ekanini bilib oladi. Buni mijozni shu narsadan kelib chiqadi. Demak, dizaynerning vazifasi nima? Dizaynerning vazifasi klientni, ya'ni mijozni xohlab turgan narsasini ma'lum bir uslubga tushirib, ya'ni stillar va uslublar bor. Shunga tushirib turib, ham buni xohish istaklarini, masalan, budjeti bor, ajratadigan puli bor. Shu pulni ma'lum bir yillar davomida bir foydali, bir odam psixologiyasiga yomon ta'sir etmaydigan darajadagi ham urf deb aytiladi, moda deb aytiladi. Shu urfdan chiqmaydigan holatdagi bir 10 yil, 20 yilga yetadigan darajadagi bir chiroyli bir atmosferni interyer ya eksteryerini chizib beruvchi mutaxassis deb aytish mumkin. Endi bu narsalarni paytapni aytish kerak. Nechta paytapni deb aytiladi bu desangiz, birinchi planni, proyektni boshida bu narsani hisobga olib chizish kerak. Ya'ni dizayner adam proyektorovchi bilan bog'liq ishlashi kerak o'z aslida. Qani ikkisi bir odam bo'lsa, dum zo'r. Uchun desangiz, dizayn etishdan oldin xonani o'lchamini, masalan, klientning xohishidan gap chiqib turib, xonani o'lchamini boshda proyektda to'g'rilab ketish kerak. Masalan, klient dum mehmon ko'p kutadigan odam, dum ko'p kollektiv bilan ishlaydigan odam bo'lsa, o'yina 15-20 odam keladi unda bir oddiy denajdan o'zunda. Demak, bu odamni boshidan mehmonxonasini shunga moslab loyihalashtirib ketish kerak. Uju bu narsani oldindan planlashtirsak, shu asosida keyin dizayn etadigan bo'lsak, bu ish dum chiroyli ham har taraflama bir proporsiyasi yo rangi, koloriti to'g'ri hisoblangan bo'ladi. Endi xonani chiroyli chiqishi degan endi izidan yana bir savol chiqadi. Bu xonani chiroyli chiqishi boshda aytganimdek planovka to'g'ri olinishi kerak. Bunga to'g'ri yorug'lik, tabiiy yorug'lik bilan ta'minlanishi kerak. Ya'ni aynalar to'g'ri loyihada ko'rsatilishi kerak. Plus xonani o'lchami, balandligi, proporsiyasi, eni, bo'yi. Bir xil xonalarga kirsangiz, enini kichkina, uzunchak bo'ladi. O'sha buning ichida siz nechaqlim meni tatib ishlang, men nechaqlim xo'shoy narsa chizing, nechaqlim xo'shoy usta zo'r etib ichani remont etaversin. Proporsiya noto'g'ri bo'lgan hisobini bu yerda komfortli o'tirish qiyin. Qovushmaydi. Demak, shu narsalarning hammasini hisobga olib atiladi. Qisqacha shu, yana ya'ni sizlar aytganda, ya'ni dizayn proyektidan ish etasizlardan demak, ya'ni shu padosh qismidan boshlab, ya'ni shu uyni padoshidan boshlab ta uy bitib podключ chiqincha bo'lgan jarayondagi uyning ichidagi hamma chizmasi, o'lchami, shu elektrikasi, santexnikasi, shu dekoratsiyasi, shu narsalarning hammasi chizilishi kerak. İlk paytapni shu ish jarayonida shu uyda ishlaydigan ustalar bilan maslahat etib, chunki men chizib berdim, davay shuni ko'rasan yoki shunday desa, vam bo'ladigan gap emas. Meni fikrim shunday. Chunki yana bizning o'zi Xorazmda ko'pincha bo'ladigan narsa, bir narsa trendga girsa, darrov muxlis ko'payadi, birovdagi narsani birov yana ko'chirish harakat etadi. Shu narsalar bo'lmasligi uchun ham paytapni ish jarayonida ustalar bilan maslahat etib ishlagan ma'qul. Siz nima deysiz Dilshod? Proyektorovchi, ya'ni dizaynerlar asli kerakmi yoki bo'lmasam professionalni usta bo'lsa o'zi aqli yetami unga. Hozir shunday narsa bo'lib ketdi. Hamma aytganni ko'paytirib ko'chirib yotibdilar. Misol qo'shnisi aytganni atasi keladi biri. Lekin bu narsaga haqiqatan ham chunki uyni ta'minli qurilishligi umumiy hisobda ko'p katta pul chiqadi. Pul sarflangandan keyin ideal narsaga yetilishi kerak-da. Shuning uchun dizaynerning yo'lini nima deb bilasiz? Yo'q, kerak. Endi qarangda hozir bize aslı ezelden Xiva mimarlar yurtida. Uchun desa Xiva o'zini bo'lgan emas. Proyekti, arxitekturasi, bezaklari zo'r hisobi bo'lganina o'zi ustalar ham shu darajaga kelganda. Umumiy ansambldan Xiva. Shuni hisobini ham meni ko'zini qo'shib ko'rinadi-da. Shuni hisobini masalan o'zini Xiva bo'lgan emasda, hamma vaji bo'lgani uchun proyekti ham zo'r ishlagan, arxitektor ham zo'r ishlagan, ustalar ham zo'r ishlagan, shuni hisobini ko'ringan. Endi biroz vaqt bu narsa yo'qolib ketdi. Endi yana keldi.
İndi uca adamlar mesela dünya qaraşı özgərib, chet ellərə çıxıb yatdı, başqa yerlərə çıxıb yatıbdı. Uca qarasa ustaların poçerikini danıdığın dərəcəyə gəldi. Proyektorçunu, dizaynerini, rəssamını, həmmə nərsəni poçerikini danıdığın dərəcəyə gəlib qaldıq uca. Lakin həmməsini bir mücəssəmləş üçün, başqa üçün və aytib durğan nərsəniz proyektorçuya gerek olub qaldı, zor dizaynerəm gerek olub qaldı. Amma olsun poçerikdə zor ustanın poçeriki olsa usta qıynalmaydı. Üçün icra zor olan, ansambl zor. Bandı usta mesela izindeki nərsələr təyar mana. Kras keçsəm zor, şpaklov keçsəm, təyar qaçsam, gips akarını tutsam zor. Lakin proyekt yok hadi. Ucu zor proyekt olsa, axırda iş udaşlayan görünüp kaladı. Mahmudcan hakkında kovuşadı birbirine. Kovuşadı, görünədi. En axırda həmməsi üzünü görsük qoyadı. Ya min zor işleyen bilen, poçeriki zor, tez işleyen bilen, başka etken bilen, arka neresi olmaz. Kızı karşısı tam neresi? Doğru. Üynigelerine esasında cəzalarımızdan tələb iş olub qaldı da. Min zor usta olan bilen, proyekti zor olmasa, başka olmasa, ya olmasa bundan buna köçürüyen bilen, arkanın oyundaki bunun oyuna doğru gemin kalktırdı. Bunun oyunda zor edi o. Razmeler hem zor giyen, proporsiyası hem zor giyen. Şunu hesabına zor oldu. Lakin bunu oyuna giyenle ki o okşamıydı, o yapışmıydı o oyunun içerisinde. Hoçeriki zor usta işleyen bilen hem yapışmıydı o nərsədə. İndi adamlar özü düşünüp kaldı o nərsələrini. Ha. Köp adam, mesela Xarazmda mən biləmə, köp adam düşünüp kaldı. Zor. Ustanın zorusu hiç çözünə həll etmiydi. Lakin proyekt zor olsa gerek. Zor olsa gerek. Ana bunu olsun halamca icra təvərəmi. Lakin bunu teyində həmməsində məbləğ tutdu da. Məbləğ bunu həmməsini şu alıp getdi 90 da boyladılar da. Axırda hesab kitab etsəniz, onun pulu heç olmayın çıxıb qaladı da. Heç olmayın qaladı onun pulu da. Ona bərədə olan proyektorçiyə, dizaynerə bərədə olan pul heç olmayın qaladı da. Hesablab çıxsanız, heç özün bızmıydı. Heç özü çıxarıb taşamıydı. 2 metre model Usta miydi? bilən sən mənə barıb yürümüydü. Üçün gözü bilən yağını görüb Niyə nə o duruşu, kay xalatda, beləndi, pəsi, rengi, hem müvəzi gözü bilən görüb da. Ustasının poçeriki görəyən, şu poçerikdə davam etdirə verədi. Qiyinçilik doğdurmaydı mənimcə də. Uzunluğuna bizə məsələn Xarazm xalqımı, başqa indi Xarazm xalqı özü həmmə mimardan bizə də. Havan. Həmmə öyünü remont etsən mimar üşətilədi. Usta ulan. Çünki o özü usta ulan. Yine Taşkentdeki proyektlərinizi görəmiz, sizi kurğancarlarınızı, bir də kurğancarlarınızı. Yine şunday savallar düşədi. Mesela dizaynını ettirdi, proyektini ettirdi. İndi obyektini başından ta axırına bir adamı alıp yürüyəni yaxşımı? Yani həmmə nəsə puldan gəlib çıxadı da. Yani öyün egesine arzan düşəmi? Bir adam ya aklı çıxışkan dərəcəsində kağaza qarab durub, özü fundamentini ettirsə, özü kər üçüsünə silsə, yani öyün egesinin özünü yürüyəni yaxşımı ya? Bir adama tapşırtırıb axırda bir çırayla bir nəticəni alğan yaxşımı? Mesela öyün egesi kılsa nəticə yaman boladı deyən niyetten yırakma. Yani siz şunu nada böylesiz? Niçin halat etkeni makul yani bir məsləhət yüzəsindən? Siz kraske satasınız doğru mu? Havan. Doğru mu? Ben size kraskeyi satalım ben ku. Doğru mu? Doğru. Həmmə kraskenizi işlətib biləmiz. Havan. Ataçentanız mı, emulsiyanız mı, şpakolofkeniz mi, ne o ekken nərseniz olsa işlətib biləmiz. Yani lakin satıb bilmiz. Doğru mu? Doğru. Satıb bilmiz. Lakin yine aslında nərsəyə barıb da qalardı. Baştan nöldən başlanan icra axiradan bolsa, eğer o adam hakiki işançı bolsa, bu nərsə çırayla çıxardı. Üçün desə vücud görüyan o fundamentdən o boynuna alğan o nərsən. Bu axiradan üçüncü nərsə çıxışı başında kəlləsində biçib baradı həmmə nərsəni də. Həmmə nərsəni kəlləsi bilən biçib baradı. Yetin bu nərsə muamma gəlişi mümkün. İş əldindən çıxışı mümkün. Deyən nərsələr bilən gəlir. Üçün desə başına axiradan boynuna alğan adam yetin cavabkarlığı ham katta oladı da. Düşünürsünüzmü? Axiradan cavabkarlığı katta oladı. Şunu hiss etken adam tapşırışı boynuna aladı da onu. Lakin gerek da o. Bunun üçün desə bir adam icra etken şunu axiradan. Bir çırayla bir ansambl oladı da. İndi köpkü mesela başıyla bezek kısmı giyen vaxt özü görünüp kaladı. Cayını ətkəni proporsiyası, doğru geməyənə, bezeklə doğru icra etib bilməyəcəkəm,
elektrikçisi açtı, santexçisi açtı. Mebel koysan keyin chiroyli chiqadi ko'rasiz deb. O'ynayasizlar so'zlab yuraveradi da. Günlük kalacak. Dim ko'pini aytgan mana devaldagi ishi sifatini aytsa, "Ay, bu narsalar hammasini mebel aksessuar beklab tashlaydi. Biz ham meniki shunday bo'ladi, siz e'tibor etmang" deydilar-da o'ynayasini. Shunday narsalar ko'p bo'ladi-da. Günlük kalıp kaçıp gitkenlerini göremiz. Özü mesela şehirde özü günlük kaldı da. Mesela namani mesela poçideki zor bolla, başkası bolla, özü acaralardı da. Endi yaxshi narsa baribir ko'rinadi axir. Görünedi o baribir. Özü halkın özü mesela bakasından beredi onu, başkasından beredi. Ne boyunca, sifat derecesi boyunca. Bizani Xorazmni boshqa joylardan farqi shundaki, bilmadim endi meni fikrim, talab o'ta kuchli bizada. Birovlar aytadi, "Hey, bizani ko'p ustalar Rossiyaga ko'p borib keladi" deydi. Ben shu narsaga dim qarshiman, chunki biza qaysi yurtda tug'ildik. Bu Xiva, Xorazm eli oqshom paydo bo'lib qolgani yo'q. Xivadagi arxitektura namunalarini hozir ham yana Fransiya olsun, Germaniya olsun keladilar, hayron qoladilar. Ya'ni biz asli xalqimizni qonunda shunday narsa borki, go'zallikka o'ch. Tushunadi hamma narsani. Qurilish atami talab shuning uchun katta-da. Yana Muzaffar, siz bir katta jamoaning rahbarisiz, aynan shu ish bo'yicha. Siz bilan yodingizda 10 yillardan do'konda bir katalog yasadik, Atachenta deganda. Toza ko'ramiz, yodingizdami? Muzaffar malyar desam, Muzaffar menga qaga malyar emasman men. Men oliy matbuotli hudojnikman men. Menga to'g'ri muomalating degan gapni aytdi-da. Haqli edi, chunki insonlarda shunday fikr bor edi, malyar desa umumiy gap-da. Lekin hozir shunday ko'rinib qoldi. Ya'ni bu sohada dekorator professionalni ustalar bor. Oliy ma'lumotli dekorator rassom sifatida ayting. Uyni ta'minlashda deylik yine keruch terduttu. Şu eklerden tutup ta ahırında bir usta ettiresler mi ya? Ne çıkalat yani sizlerine kaysa obyektinse barsak şu aynen dizayner'e çizgan resimdeki nersede elan nerse görsek göremiz. Bundan kem nerse görmeyimiz. Yani bu neticeye neşet bir işlete mesela erişeceğiz. Yani bir adam eteme neçik biz cemaat işleş tertibi. Yo'q, bir adam qilmaydi. Yana boshdan gap chiqadigan bo'lsak, Mahmudjon proyekt qildi. Dizayn qildi, interyer. Shu interyerni mijoz ma'qulladi, to'g'rimi? Shu effektni olish uchun o'zini mutaxassis ishlamasa bo'lmaydi. Chunki talab kuchli qo'yilgan, Mahmudjon zo'r qilib ishlagan, o'sha согласование bo'lgan. Ana endi buni исполнение etish kerak, to'g'rimi? Buni исполнение etish uchun Mahmudjonning bergan effektini olishimiz uchun уже suvoqdan keyingi bo'ladigan jarayonni o'zini mutaxassis qilmasa, u effektni olib bo'lmaydi. Teyna yaxshi vaz ishlamagan bo'lsa, mutaxassis ishlamagan bo'lsa, ustuna yaxshi vaz urganingiz foydasi yo'q. Mana. Shuning uchun etapma-etap hamma narsasini urib keladigan jamoamiz bor. Hozir guruh bo'yi ishlaymiz, yana Xudo xolasa. Shpaklovka ketdi. Shpaklovkadan keyin uriladigan o'zini sloy-sloy uriladiganlari bor. Izindan keyin обычный fondan keyin yana proyektda qilingan dekorativniy burchaklari bo'ladi, TV zonalar bo'ladi. Shuni o'zini ishlab bilgan adamına buyurganimiz yaxshi. 2 marta rasot qilmaydi. Ko'rgandan navdan qilinganligini bilib biladi. Yaxshi mahsulotni taklif etib biladi. Уже proyekt qo'linda bo'lgandan keyin hech muammosi bo'lmaydi. Bir odamga buyuriladigan bo'lsa, bir odam ishlab tushuntirsak bo'ladi. Bu to'g'ri, bir odam ham shuni ustalar balkim bordir ham. Universal ustalar bordir ham. Shpaklovkasini ham o'zi urib, tiyakasini ham o'zini urib, bu shu uyda qolib ketadi u odam. Şu avradan chiqib olmaydi. Именно o'zini mutaxassis qilib yurgan odam shu vaj bilan qiziqib yurgandan keyin, chunki keyingi bo'ladigan ishini qiziqib, yangiliklarni o'rganib yuradi, navda neda chiqib turibdi, keyingi ishga o'tgan vaqtda yana darajada ijod etasi keladi. Bu svetni ishlatib ko'rdim, keyingisida ibojni yana qo'shimcha etib ko'rsam, iberlarni svet yoqib, yo berna svet yoqib ustidan shu vajning ustida izlanganlik sabab bunda yaxshi vaj beradi effekt. Bir odam shu hem yerini ishlab kelib, oxirida keyin tayyor vajalar qistiradi, to'g'ri. Proyektdan bo'lar u narsa. Lekin mutaxassis proyektdan tashqari Mahmudjonning ichindagini qilgan ijodini yanada ochib berishini harakatida bo'ladi. İdeal narsa chiqaradi, undan ham zo'r narsa. Ina proyektda qilingan Atachento, yana ramka ichida yana bir Atachento dalchi ketaverdi. Joyinda chunki
nerede proyektda qilinadi, boley bir 2-3%, может 10%gacha salgina o'zgarish bo'ladi. Chunki rendera qo'yiladi, hayotdan salgina bunday ko'p chiqadi. Keyin shuni hayotda tatbiq etish kerak-ku. Klient mijoz rasmga qarab turib, devorga qarab turib, devorda bu освещениeni ololmay qoladi mutaxassis qilmasa. Svetni to'g'ri bermaydir, yo bo'lmasa ibi svetin qo'shmaydir, tukunachimdir, o'xshamaydir, tukida ham savollar paydo bo'ladi. Bunda mutaxassis emas odam qiynalib boshlaydi o'sha. Mutaxassis odam уже ko'rgandan, proyektni ko'rgandan, bu demak bu firmani kraskasi, bu firmani kraskasi, bu attachento, bu firmani attachentosi, bu vajni narsa deb analiz etib biladi o'sha mutaxassis odam, qilib yurgan odam. Chunki u kraskachi, kraskani uradi, attachentosini uradi. Teyini shpaklovkasi bilan kalla ortmaydi. Shpaklovkaga vaqti yo'q. Mutaxassis kraska bo'yicha, bo'yarchi bo'yicha, dekoratsiya bo'yicha mutaxassis. Maslahatim hamma narsani o'zini sohasini egasini qildirgan ma'qul. Endi hozirgi mijozlarimiz o'ylashi mumkin. Planda sal qimmat chiqib ketishi mumkin boshqa deb. Buni 2 ish, 3 ish aytgandan bir marta chiqarib chiroyli qilgan ma'qul menimcha. O'zi ko'pincha o'yladi, 2 marta bo'yaladi o'ylar. Erinadi, Mahmudjon proyekt qilib berdi. Shpaklovkacha geldidan shpaklovkani urdan teyagacha geldi, teyagani bosib turibdi. Teyagani razmeri 1 santimetr ulab ketdi proyektdan. Shu narsa ta'sir etadi. Professional odam biladi u narsani. Butun bir narsaga ta'sir etib beradi. Ana keyin Mahmudjon topshirilgan proyektni kelib turib qabul etadi, qarasa, shu sal boshqacha bo'lib chiqdi. Уже chunki unga berilgan освещение, soyasi, tushib turgan blesklari boshqa daraja, boshqa nabar beradi. Shuning uchun meni maslahatim hamma narsani o'zini mutaxassis qilgan yaxshi. Ben şöyle bir qo'shimcha aytchak edim Muzaffar aka. Har bir ishni o'zini ustasi aytgani ma'qul deganini. Ya'ni biz shu render etib rasmni berganimizdan keyin usta mutaxassis bo'lsa, uni ko'rib turib, ya'ni shuning rasmdagi o'xshash bo'lgan yana bir avval obyektlarni bitirgan, uni oxirgi rezultatini ko'rgan odam, ya'ni bu galogenni освещениесinde bir rang bunning blesk ber turibdi. O'zi asli soyada turganda bunning rang bu. Deb turib общийdan o'zini xulosasini chiqarib beradi. Nechun уже konechniyni ko'rgan, shunga o'xshash narsani уже ko'rgan. Odam buni rostdan ham buni oxirgisini ko'rgan. Bu to'g'ri yondashuv bilan paytapni shunga qarab boradi va oxirida shunga o'xshash rezultatni beradi. Noprofessional deb aytamiz endi boshlagan bu ishga endi girgan odam buni освещение tushib turgan yeri yorug'roq, pastda qolgan yeri sal temniyroq bo'lib turib, общийda bu narsa o'zi asli nechik rang buni tenda. Chunki banda ko'ringizda boshqa rang, obyektda shuni urganingizdan keyin yorug'likka yaqin yeri boshqa rangni beradi, pasti boshqa rangni beradi. Shuning narsam ko'p bo'lgan. Men o'zimni endi kichkina tajribamdan kelib chiqib aytaman. Hali endi ish boshlagan 1-2 yilchi ustalar men bergan narsamni kodini ochib beramiz-ku. Urib ko'radidan yani galogen qo'yilmagan, ne ko'rilmay, boshqa rang chiqdi-ku bu deb yo ochartirib beradi, yo to'kartirib berib uradi. Hamma narsa bitgandan keyin girsangiz umuman boshqa rang xonada. Освещение, свет yangandan keyin. Yangandan keyin professional usta ishlatadi. Bu уже освещение yangandan keyingisini уже ko'rgan axir. Chunki уже uni ish topshirgan, уже biladi. Shuning uchun ayin bir rang dedi. Klient girib aytaverishi mumkin masalan. Boshqa rang-ku bu qog'oz. Bu konechniy muning bo'ladi. Oxirgacha bemalol ishonib ishlash mumkin bo'ladi. Yana yaxshi yeri, kechirasiz Muzaffar, yana yaxshi yeri bu meni fikrim. Suvoqni kimdir urdi? Ayaklar bo'lsin, sementlar bo'lsin, urdi. Suvoqni sifatini ana shpaklovka uradi odam qabul etib oladi-da. Ya'ni avtomatik ravishda. Chunki shpaklovka urgan masterning ustani ishini dekorator qabul etib oladi-da. Agar u yomon shpaklovka olsa aytadi, "Men bundan natijani chiqara olaman. Sen bunu to'g'rila" deydi. Ya'ni buni yaxshi yeri, ya'ni mijozlar yaxshi yeri, ya'ni uy egalarini avtomatik ravishda ishi kontrol bo'ladi. Ya'ni misol dedik, doğru u inson güçlü yurist bo'lishi mumkin, güçlü vrach bo'lishi mumkin. Ya'ni bizlar o'xshab bir kraska ishlab chiqaruvchi bo'lishi mumkin. Lekin ishni qabul etib olishda balkim tajriba etmas. Ya'ni shuning uchun mening fikrim ham shunday. Shu ko'proq nalar keladi. Asosan aytganingizda kraskalar şu attachenta dekorativniy materiallar to'p ber usta deydi. Bize savol beramiz. Yaxshi to'p beramiz, aytamiz, shpaklovka tortilib tekizlanganmi deymiz. Ha bunda dedi, bana o ressamın nağa gereki var dedi. Axir sen bir narsani tushur. Dekoratorlar, hudojniklar bu ishni etmeydi. Bu uni ishi emas desam, ko'p mijozlar hayron bo'lib qoladi-da. Ha dedi, biz yani dedi, misol falan dedi, komşuna falan dostumni uyini dedi,
Eklerini vurduk, ağrını ahırını hemme uzaytip çıraylı çıkardı dedi de. Yani çıraylı çıkarganı hem bir önüki çıraylı görünedi. Aynen şu narsani şunu oyun deseniz hiç kaçan bu çıraylı görünmeydi. Meydesem tapıladı, muammasam tapıladı. Şunun için benim fikrim şu, yani hem özünün işini etken yakşı. Bu itogda ne oladı? İtogda bir hemen ise finansa barıp takıladı. Finans bir cihattan misal dedik, dışatan hakkında bir adam proyektini alıp varsa ahırına don aradaki materyala güçlük. Yani materyal kımmadı hazır. Dışatan mı misal komandası biledi. Yine şu yere 100 kilo badayım olsa yetedi. Ha? Bir adam alıp bilmezse 120 kilo aladı da o. 20 kilonun rengini yasağından kaytarıp var demin dükkana. Adli bir enayet topma. Nişede de 20 kilon. Bilmiyorum ben nerede yok katıladı. Ben bir öyün egesine bu haracat. Umumi halat alıp kararında nişip olup gitedi. Kette sunma girip çıkardı. Çünkü dış atası bilen oyunu söyleşkenden ayttınız. Misal dedik ideal ne ya? Hazır trend yürüp durgan. Yani bir 5 yıldan keyin trendden kalmıyordu. Zor etip öy kuruşunu çıkarlar desem ağam ayttı. Orta hesapta neçe son dediğiniz? Bir 5 milyonla çıkardı kvadratına dediğiniz. Yani bizeni insanlar halap durgan remote'la bu temirleşle, bu adli temirleşle emas da. Şunun için şu manada Serdar abi, şu da size bir savol tug'ildi. Endi baribir shu sohada boyak material, dekoratsiya materiallarini ishlab chiqaruvchi sifatida baribir tarkibini, ichidan ovla borligini bilasiz. Finalniy rezultati, finalniy biza shu oxirgi rezultat biza chizib berganimiz, ustalar ishlangan rezultati qimmat yo arzon materialni bir ta'siri bo'ladimi? Arzon material ishlatsa xom ashyoda o'zgarish bo'ladimi yo qimmatida brendmi? Shu narsalarning ta'siri bormi? Şimdi krasyanın rengi ak boğanın hemmesi hem öyle bir xil netice veredi. Mesela arzan işletsek, kımmat işletsek. Öze arzan, kımmat diyenlerse öte bir dar düşünce. Çünkü nersene arzan ya kımmatlıkını bitkenden kim bilinedi. Mesela dedik bir çeleki 200 milyon dolarda emulsiya ba, krasya ba, bir çeleki 1 milyon dolardan krasya ba. Umumi kvadrata verseniz şimdi oladı 1 milyonluk krasya 200 milyonluktan ahırında arzanam çıkadı. Size o bir bakayın attınız ama orada şu efektini çıkarınca bir 3 katar vurduk diyen manada. Şimdi bunu diyeyim. Dekoratif materyalla Ataçinta, Venetsenka olsun, krasya olsun bu deval deli 40 santimetre deli. Neçe santimetre ne dedi? Benim sen bir 2 milimetre olsa gerek. Aya ahırkı yani şpakulopkeden keyinki baladon nerse 2 milimetre. Ya dayalık 2 milimetre etrafı olsa gerek şimdi dedik. Şimdi siz tasvir edin. 40 santimetrelik nersenin sıfatını 2 milimetrelik nerseden talep etiş için özü asli bu sıfatını menazam şunu da oturttu. Yani rezultatını kabul etip bilirse 50. 40 santimetrede doğrulaş gerek. Mesela dedik silikon emulsiya var. Silikon emulsiyada aytadı yani çatlakla bomuydu. Yani gayet şu. Yuyuluşan satıyorsa çatlak bomasın. Dedi. Köpünce fasad nere? Indi eğer esas paduşken fundament çalap olsa demir bosam çatlatadı. Indi kerviş vurdu. Kerviş vurdu. Nişet vurdu kervişin usta. Eklayının nişet vurdu. Eğer her kim özünün mutakassisi olmasa yüzeye 200 dolarlık krasi vursam şu efekt 200 milyon krasi vursam şu efekt. Indi krasyelerde renklerde nasıl işin isteyenler sabah. Yani göze yakadonlar sabah. Bir yere baladı köp mücazamız hep falancaya bardık dedi. Sinisi ve urk köpte şunu çıraylı dedi. Ve de renk demez koru. Ana kımmat deb aytıldı bu halk dilinde. Kımmat emulsiyanın beredon yeri şöründe. Yani mücaza yakadon efektini yani dizayner çizip mesela şu hudojnik işlidon menetini ahırında gözetip beredon dersek yaxşı kraske. Umumi halatda alıp qaragan vaqtda 1 kvadratına hesaplansa deli boş 40 santimetrelik geldi ku deval kuruluyup xarajat boldu axır. Axırdaki krasyanın pulu arzan krasya yani bazardaki indi arzan krasyam gerek uruladı yerleri vardır misal üçün. Arzan krasyandan göre yaxşırak sifatli qımmatroq krasya urgan yaxşı. Çünkü ne üçün mijazını özü aladon huzurunu axırda şu narsa gözetip beredi. Şu narsa yani bu arzan krasya yaxşımı, qımmat krasya yaxşımı diyen narsa bu öte kıyın savol.
Lekin deylik bahodan emas. Shunday usta bor. Misal keladidan qiziq voqealar bo'ladi-da. Uyni esi turadidan ustalar bize bilan naqd talashadi. Mesela kraska 100 so'm, 90 so'm etib ber, 80 so'm etib ber, yo bo'lmasa arzonroq kraskang bormi, yo'qmi deb. Bu o'ta bir tushunarsiz holatda. Chunki uyni egasi ustadan nav kutadi. Shu rezultat chiqishi kerak. Lekin misol deylik, qaysidir bir usta bor, hayotni ishlatadi, hayot kraskani emulsiyasini. Zo'r eli tushgan, usta uyni egasi Xolidon effektni shu hayot kraskada chiqaradi. Bu usta milyon marshallni aytaver, boshqasini aytaver netmaydi. Chunki ne uchun? Rezultatni, natijani aynan shu kraska bilan chiqaradi. Shuning uchun biza hamma ishlab chiqarishda ham shunday, sotuvda ham shunday, xohlagan turdagi, xohlagan bahodagi, xohlagan sifatdagi bo'yoqlarni sotamiz. Faqat qimmat bo'yoq yoki bo'lmasa faqat arzon emas. Bu ya'ni tanlov. Bizning vazifamiz yana qiziq narsalar bo'ladi. Rang so'raydilar bizdan kelib. Sardar deydilar, sen shu sohaning içindesan, uyni ishab bo'yasak bo'ladi. Men aytaman, iltimos. Mendan birinchidan kraskani so'ramanglar, necha kraska oling deb, ikkinchidan mendan rang so'ramanglar. Sababi rangni yoki bo'lmasa proyektni dizaynni o'zining ishi bor, o'zining odami bor. Men aytgan rangni oxiri shunday bo'ladi, uychilik holati bo'ladi-da. Shuning uchun menimcha yaxshi bo'lar edi. Yani suhbatimiz asosiy maqsadi ham shu. Yani hamma o'zining ishini etsa, yani katta pul sarflanadi. Katta pul sarflangandan keyin menimcha o'ylayman dizaynerlar shunday insonlar, yani sizlardek misol uchun hudojnik, masterlar shunday insonlar. Hozir Pinterest'ta bo'lsin, internetda bo'lsin, xohlagan dizayn topsa, loft deb yozing, million xil chiqadi. Yani aytganingiz bu yerda hech qanday sizning aytganingiz razmeri yo'q edi, boshqa yo'q. Bu narsani yasaydilar. Aksar odam shunda aytadi, aynan ko'rdim rasmni, 3 kraska yasab ber deb keladilar bizlarga. Biz yasab beramiz. Oxirida yaradan necha kraska desa, bo'ladi deydi. Chunki bu rasmdagi rezultatni ololmaydi ishlatsam-da. Agar u $500 kraska olib borib, farqi yo'q. Endi dizayner shunday insonki, professional shunday insonki, odam 5 yildan keyin now trendda bo'ladi bu yerda. Şunu biladi. 10 yildan ya 15 yildan uni qilgan ishi moda bo'lsa bo'ladi, yaxshi bo'lsa bo'ladi, trenddan tushmaydi. Ava. Tasavvur eting, shuncha pul chiqdi, 5 yildan keyin uyni qaytadan remontash masalasi. Shu nayingiz bir qo'shimcha, hozir aytgan fikringizga, yani birinchidan Pinterestdan rasm olish temasini aytib o'ting. Pinterestdan rasm olgan vaqti biza bir kadrni olamiz, ya'ni bir tarafini olamiz. Masalan, yana biz 4 devonni bir devonda olamiz. Bir devorni olamiz. Mümkün qaysidir rasmlarni topar to'rt tarafini, lekin imindan shu muhit, shu atmosfera, birinchidan quyoshni u xonaga nishab tushishi, ikkinchidan u xonani balandligi, xonani razmeri, u xonaga kolonna neda tushgani, uyni shu narsalar, eshiklar qaysi tarafdan kirib chiqib turibdi u xonaga, mebel nishab joylashtirilgan, mebel rufkasini ichi o'ylanilmaydi, qaralmaydi bu narsa. Imindan shu xonadagi bir mushi yaqadi va shuni o'zini uyini kelib joylashtirishga harakat etadilar. Imindan oqshom bo'lgan vaziyat, ben o'zimni bir yerda chizgan vajimni yana bir yerga ko'chirganlar. Ko'chirganda bizada pachaqlab deydimi? Yenchganlar. Masshtabni qisqartirganlar. Masshtabni qisqartirganlar. Nima uchun bu yangi xonaga tushmagan? Demontaj etilganda bir marta urganlar, tosh yuzini ko'payib, o'xshamagan, chunki balandlik biz. Men uni 6 metr yerga chizib olsam, bular 4 metrlik joyga kelib qo'yganlar. Vujud gelişmeye bu narsa. Keyin usta o'ylangandan kesgan uni. Bu yani birinchi xatoni, ikkinchi xato izini akkayatir. Endi shu vajni ko'payib turib, rasm olib, menga shuni ko'rsatdi. Endi 3-chi odam aytayapti uni. Imindan menga o'zimga ko'rsatdi. Ko'rdimdan, ha, shu nera cheksman desam, u yana ham umuman tushmaydigan bir 3-chi bir xatoni boshlayapti. Ishini xatoliklar gap chiqadi. Imindan shu yaqqan narsani dizaynerga ko'rsatib, bu meni xonama tushami, tushmaymi? Shu narsalarni prosta maslahat so'rasam, maslahat bepul. Hamisha shunday bo'lgan. Ve maslahat uchun pul olinmaydi. Mehnat etsa ustalar ham masalan shu mehnatine yarasha pul oladi. Biz ham chizganimizni olamiz masalan. Keyin kolorit masalasida yana sizlardan kelib rang so'raydi deb tursiz-ku. Men xonani vazifasi, funksiyasi bor-da. Bir xona masalan dam olish uchun, bir xona ovqatlanish uchun, bir xonada masalan siz uxlab dam olasiz, ishi xonani har birisini funksiyasi bor-da. Funksiyasidan gap chiqib turib,
xonaga rang tanlash kerak. Tok ranglar, tok dekoratsiyalar o'zi общем olganda odamni bir fokusini o'zine jalb etish uchun, qarash uchun aytiladi. Bizda shunday narsa bor, masalan, bir yerda shu narsa xushroq ko'rindimi? Shu narsani polniy hamma devorlar, 4 taraf ham o'sha harakat etiladi. Shu narsa katta xato bo'ladi. Dekoratsiya общем odam bir fokusini bir tarafga qarab o'tirish uchun aytiladi u narsa. Qolgan yerlar hammasi shunga yo'naltiruvchi bo'lishi kerak. O'zi psixologiyada ham shunday narsa bor-a? Siz qachon komfortda o'tirasiz? 4 tarafingizdan vujir-vujir bo'lsa, shu to'yxonada o'tirganning sizni atadon ishingiz kurib tomosha etish bo'ladi. Miya keyin bir ularni hammasini analiz etishi kerak. Bu yerdan toza rang ko'rdi, analiz etadi, ko'z bana beradi. Bana qaraysiz yana toza rang, toza dekoratsiya, uni yana analiz etadi, yana miya beradi. Shu miya 2 soatning ichida shu 1 kunlik etishi kerak bu ishni etib bo'ldi. Tamom bo'ldi. Siz borib uxlashingiz kerak endi. Ya'ni xonani uyga odam dam olish uchun kelami, shu dam olish uchun shu funksiyasidan gap chiqib berish kerak. Restoran bo'lsa boshqa tema, gostinitsa bo'lsa boshqa tema, turar joy uy uchun boshqa tema. Shunda turib har bir funksiyasidan gap chiqib turib rang tanlash kerakda. Bir obyektni qilingan ishni boshqa joyda kopiya etasizlarmi sizlar? Misol, kimnidir uyini aytdingizlar, deylik, siz zamina noldan olasiz ko'p proyektni, Mahmudjon siz zamina bir obyektni sizlar qurgan vaqtda boshqa joyda shuni kopiya etasizlarmi? Ya'ni, misol deylik, men shuncha pul sarflagandan keyin tabiiy insonga xos narsa boshqa yerda shuni bo'lmasligini xohlayman. Mümkün. Shunday insonlar ham bor, faqat menda bo'lsa, idealni meniki bo'lsin deydi. Tamam deydi. Bu masalalarni qaraysizlar. Menda shunday ustamiz boshida o'rgatgan Otabek degan ustam bor men. Shu odam birovning ishi. Men endi birinchi naqsh model chizishdan boshlaganman-da ishni, 3D model. Chipu stanoklari 3D model yasab berardim. Birovning ishi, endi bir narsa chizasiz, zo'r bo'lib chiqsa, u o'zi trendga kiradi, shuni rasmga tushirib keladilar. Mana ishini chizib ber. Birovning ishi birovga berilmaydi, omonat. Ya'ni siz как будто dajatama pul berdi, men uni omonatini ushlab turibman, dajatani pulini ber deb kelganning narsa deb qarash kerak. Zakaz berdimi, bu odam uchun ishlanadi, bo'ldi. Shu narsa proyekt uchun ham, dizayn uchun ham shunday turib o'tib ketaveradi. Mumkin qaysidir bir elementlar, chunki uslublarda Muzaffar yaxshi bilasiz, uslublarda elementlari bor. Masalan, marokkanskiy stilning o'zining uslubi bor, klassikaning o'zining uslubi bor. Ya loftda masalan yog'och tabiiy materiallar uslubda u narsani ishlatish mumkin, lekin shu xonaga chizgan narsangizni yo o'sha birovga chizib bergan proyektimizni yana bir so'rasam, to'g'ri shuni aytib yo'q aytilmaydi u narsa. U professional odamning ishi emas. Har bir odam individualni yondashish kerak, individualni uni o'zining talabidan gap chiqib turib, mumkin undagi nodir yaqqin bo'lsa shuni elementlarni olish, lekin ko'pyalash umuman professional odam ishi. O'zingning ishingdan huzur olish ham bor axir. Chunki oxirida aytdingizmi, xuddi bir farzandga o'xshab, bir rassom bir rasmni chizib satsam, shunga baribir to'g'ri, bundan pul ishida muammo yo'q, lekin baribir mehr beradi-da shunga. Bir chiqadi u narsada. Hozir bir masalan bir ijodkor shu boshlaydi-ku shu narsani oxiriga yetguncha. O'zi bo'ldi, bir narsa bo'ladi. Bir marta do'g'ladi, shu bir safar kuchli bo'ladi u. O'zi ikkinchi safar bormi? O'zi kuchsiz u narsada. Boshqa o'zgarish kerak. Kuchi yo'qoladi uni, o'ladi u-da. Shunday shu atmosferada o'zi kuchini berayveruvchi. Bo'ldi, ikkinchi marta do'g'ilmaydi u. Aytganidek sindiriladi u bo'lgani. To'g'ri. O'xshab moslash kerak. Bo'lmaydi u ikkinchi marta. Muzaffar necha yerda obyektda turibsiz hozir? Dilshod ustamiz aytgandek, pochrik уже shkola deb aytdilar-ku. Har bir ustaning o'zining shkolasi bo'lib boshlayotir. Bir obyektga borsa, adini eshitmagan bo'lsam, borib turib, Muzaffar ustaning ishi bor deb turib taniydilar. Podpis. Bunga sabab o'zlarimizni yoqadon detallarimizni ishlatamiz-ku. Detallarimizni ishlatamiz, shu detalni men ishlatishimni bilib turib, pochirkimni biladilar. Ana endi boshqa obyektga o'tamiz-ku. Boshqa obyektga o'tgandan keyin o'zini hurmat etgan usta bu aytgan ishindan ham ko'proq, yana bundan ham qo'shilroq ating degan natijada niyatda уже avtomatik undan boshqacharoq qiladi. Lekin baribir shu podpis saqlanib qoladi, u podpis bo'lishi kerak. Chunki har bir masalan o'zini kasbini yaxshi ko'rgan odam siz yana masalan birinchi o'rinda sifat, keyin hisob kitobida turasiz, to'g'rimi? Birinchi sifat. Mahsulotni sifatlatishingiz kerak, xalqqa dostupli bo'lishi kerak. O'ylagan narsasini berish kerak. Sizning shiarimiz shu. Bizning shiarimiz zakazchikni, klientni xursand qilish, chiroyli shu uyinda. Chunki yashaydigan odam shu. Hazır maza qilib o'tirishi kerak. Ertang ko'rgan, yo'lda izlab yurgan vaqt ham so'nib, og'ayni bo'lib qolishimiz kerak. Albatta. O'zini sevgan odam shunday. Qilgan ishini
her bir qilgan ishimni to'g'risi meni hozir adon uy egalari xursand bo'lib chaqiradi, og'aynimiz, любой temada gaplashib bilamiz. Uyni 10 yil burun bitirib, keyinchalik yana o'zgartirish kerak turgan yerda men ishim bo'lmasa ham o'zi telefon uradidan ishni olatirman. Shu svetda tashlasam nechga oladi? Shu svetda divan olacakman, yo bo'lmasa g'alim o'zgartirajakman. Ishni svetda olib tashlasam bo'ladimi deydi. Keyin aslan rasmini so'rayman, svetlarni so'rayman, uyingizga tushmaydi yo tushadigan aytib beraman. Bu demak, shu vaqtda bizning ishimizdan mamnun bo'lib qolgan. Hozirdan hurmat etib keladi. Shu o'zini hurmat etib, o'zini ishini sevgan usta ana shu yerda ishladimi shu ishni? Keyingi ishda undan ham sifatlatib, undan ham zo'r etib chiqarishni o'ylasa, ana shunda haqiqiy ijodkor, haqiqiy usta bo'ladi. O'zini ustida ishlaydigan odam shunday bo'ladi. Bu narsani takrorlab, bu narsani takrorlab yuradigan odam uzoqqa bora olmaydi. Qolib ketadi. Chunki o'zi aveda qilibdi, bu yerda qilibdi degan gap so'z qolgandan keyin o'zi qochadi adam. Necha yildan beri ishlab turibsiz hozir? Endi ko'proq. O'rtachada endi ko'z demaydi aytavering. Endi grubo sanasam bir 20 dan ziyod. 20 dan Ya. ziyod. Ulgurish masalasi. Maydalab aytsam ko'proq ham. Endi ulgurish masalasi ha, uxlamasak bo'lmaydi. Ijodkor ham uxlashi kerak. Endi shogirdlarimiz ko'paydi. Sog' omon bo'lsinlar, bundan keyin ham ko'payarsinlar. Izimizdan gapirgan avlodlar ilib shu shiarni ushab qilgan ishini birinchi navbatda o'zi sevib qilishini tarafdoriman men. O'zi sevib qilishi kerak, o'zini yaxshi kerak, qilib turgan ishi ana o'zini yaqqan narsa buyruq odam ham yoqadi. O'zingga yoqmadimi, ustunda qayta ishlang yana. Ishlayver, o'zingga yoqqan darajada u oldinga aytgan ishingdan zo'r bo'lib chiqsin. Etap zina boraver. Bu ishni qildingmi, keyingisi undan ham zo'r. Undan ham o'ylan, izlan, ijod qil. Любой sohada masalan hofiz bo'lsin, shoir bo'lsin, qaraladi. To'g'rimi? Bizlar ham shuni ijodkorlar masalan yangilik qilishimiz kerakmi? Dekorator deganda dekorativni qilinayotgan narsani ustunda prova etib ko'rish kerak. Bizda обязательно ustaxona bor. Mo'lashlikda masalan oddiy aytdingiz-ku, har bir sohani o'zini egasi qilishi kerak deb. Mo'lashlikda ustaxona shart emas. Ustaxona uni ishxonasi. Dekoratorga shu dekorativni narsalar bilan ishlaydigan ustaga обязательно ustaxona kerak. Ustaxonada bu narsa bilan bu narsani prova qilib ko'radigan bir yangi bir dekorni kashf etadi. Chunki hozir ishlab chiqaruvchi mahsulotni ko'p berib turibdi. Yetarli darajada ko'p. Lekin uni bir-birsini sapodat etib, bir-biri bilan qarashtirib, yangilik yaratish ijodkorning qo'lida bo'lib qoldi. Bir narsani bir yerda takrorlab qolib ketgandan ko'ra, o'zini ustida ishlab yana yangilik yaratish uchun tinmasdan ijodkor qilish kerak. Izlanish kerak ustunda. Bu svet bilan bu svet yana hozir aytib turibsiz-ku, svet bo'yicha men qiynalib qolaman. Gelib turib svetni svet ursam ekan deb turib so'raydilar deydi. Shuncha qiynalib qolaman deb turibsiz, to'g'rimi? Bu narsani Mahmudjon bilan dekoratsiya ko'rsatib berish kerak. Ana svetni urdik, shu narsa qachon o'xshaydi? Endi uni buyurgan odam bilmaydi uni uchun. Bu yerda svetni pola tushib, poldan devor отражениесini hisob kitobini olmaydi. Fakat masalan hali etapa geldi, kraskani urdi, kraska o'xshamay turibdi. Necha o'xshamay turibdi? Bu boshqacha, bu qizg'ishroq, sangida ko'kimtirroq. Qistonman. Hozir elektrikam o'zini mutaxassisi gap turib, xonani o'lchamini, balandliklarini chiqarib turib, necha kelvin, necha vat, necha nida yoqish kerakligini o'zi analiz qilib turib qo'ysa, shu effektni beradi. Bu yerda keyin oq mebelni devorga tushadigan отражениесі, bu mebelning rangini qaytarishi, hamma doskональный proyektda qilinib, yechimi berilgandan keyin shu proyektni o'qib biladigan darajada mutaxassis olsa ishni, shu ishlab berilgan proyekt o'zidagidek bo'lib chiqadi. No sera uni baribir 90%gacha, 100% o'xshatib bo'lmaydi. Endi rasm-ku, rasm bilan shuni inobatga olish kerak. 100% o'zing bo'lmaydi. lekin ko'pincha mijozlar shu uy egalarini aytiladi, 95% holatda Mahmudjonga o'xshagan, sizlarga o'xshagan insonlar aytgan ishlar rasmdagidan ko'ra yaxshiroq. Zo'r chiqdi degan 30 yil bo'ladi. Chunki kelib turib bizlarda aytadilardan. Chunki biza ko'pincha egalardan ya'ni uy egalari bilan ya'ni hudojniklar ustalar o'rtasida turganimizdan keyin ma'lumot bizlarga keladi-da ko'pincha. Deydi bu bunday oldu, rasmda ko'rganni proyekt ettirdim, dizayn ettirdim. Deydi Dilshod ammo ishi deydi shunday zo'r chiqdi, kerak bo'lsa dizayndan ham zo'r chiqdi deydi-da. Ya'ni aziz do'stlar, shunday. Hamma narsani o'zini mutaxassis qilsa,
hamma narsani o'zini insoni qilsa, go'zal bir natijaga erishiladi. Bizda hozir ikki avlod inson o'tiribdi. Birinchi avlod haqiqatda institutni bitirgan, dekorator usta. İkinci avlod bu şu ustoz yurgan. Ya'ni shu o'zimizning Xorazmni ko'na an'analaridan kelib chiqqan Dilshod ham. Dilshod ham o'zi ham dum ko'p shogirdlar chiqarib yotir menimcha-da. Dilshod hamni shu yerdan kelgancha o'zidan bo'lgan emas. Ya'ni katta mehnatlar kimlarning duolari yotibdi. Dilshod ayni Toshkentdan bir obyektlarni ko'ryapmiz. Xorazmdan ko'ryapmiz. Bizani xalqning talabi bilan Toshkent xalqining talabida naqadar farq bormi? O'zi umuman fokus deymiz, nima deymiz? Talab, ya'ni shu aynan uy qurilish bo'lsin, ne bo'lsin. Bor. Endi har yurtning o'zini nasi borda. Biz yani xalq aytdim-ku boshында. Hunarmand o'zi. Me'morda. Güçlü her taraflama. Mesela cana yillama boyunda duruşu, başkası, javobgarligi, içindeki atmosferası hammasi uchun so'raydi. Uchun o'zi usta. Xalqning o'zi ustada. Xalqning o'zi usta bo'lib ketgan. Ona tushuntirish hojati yo'q-da. Talab ham kattadan shunga yarasha. Shunga yarasha talab ham kattada. Yani kurs yurtunda görüp geldi degan gap. Endi u boshqa narsa. Ular emas internetdan ko'rdi, передачаларni ko'rdi, boshqa narsa. Bu o'zi shu haqiqiy usta, haqiqiy shu oilada yashagan-da. Hammani oilasida bo'lgan narsa. Ko'rgan-da uni. Masalan, Xivonni har kun ko'radi. Shab qulg'an haqqında o'zi olim bo'lib ketgan. Aytdim-ku, ko'rgan uni. Bir o'zini bir ya bir çölde ne yaşagan ne mesela Xivon her gün göredi. Mesela Xivon İçan qalasini bir devorni tushirtacak olsa, barelyefchi usta kelib turib, mesela Gök Minor bilan Xo'ja Minorni o'rnini almashtirib qo'ydi dali. U kunda ko'rib turgan odam boshqacha talab etadi. Toshkentda turib Xivon bir marta gap ketgan odam boshqacha talab etadi axir. İçan qala haqida kunda ko'rgan odam detalni so'raydi axir. Bu narsa bor edi, qani bu der. Menimcha Dilshod aytib turgan narsasi shu-da. Endi har kun ko'rib turgan narsasini. Yana bu qiziq savollar bo'ladi. Muzaffar, bizlarga keladilardan Vadim o'zi uraymi, Atachentda uraymi, aboy etsammi ekan? Dedi-da, bular qo'rqinchli savollar bizlar uchun. Chunki bizlarning yurtdagi deyin dekorativniy materiallar urfga girmagan, birorta yerinde yo'q. Misol uchun chet davlatlarida bo'lamiz. Dekorativ materiallar bo'yicha bizning O'zbekistondagi deyin urfga girgan joyini men bilmayman. Chunki hammani qarasang Venetsiyanga Atachenta, aytganisi barelyev, Leonardo, boshqa nelarda. Shuning uchun nauzi ishlatish kerak. Vladimir ishlatgan yaxshimi? Ya'ni mutaxassis sifatida. Aboy ishlatgan yaxshimi? Dekorativ materiallarni ishlatgan yaxshimi? Albatta men bilaman bu savolni. Ya'ni bu bizani mijozlardan keladigan ko'p narsa. O'yini remont etchakmi? Ya'ni unda dizayner yo'q. Bir yerda ko'rdi, o'zini aqli chiqishadi. Ko'pincha shuning uchun aytadi, nishasam ekan deydi. Shuni naush fikrini olib qaraysiz. Interyer proyekt qilmagan bo'lsa, yana har bir aytdilar-ku Mahmudjon, har bir xonaning o'zining vazifasi bor. Mehmonxona dabdabali, chiroyli bo'lib chiqishi kerak. Keyin bizda o'zimizda dalon deydi-ku, hol deymiz. O'zining vazifasi bor. Keyin yotoqxona deymiz, детский komnata deymiz. Har bir xonaning o'zining vazifasi bor. Bu narsa shundan gap chiqib qilish kerak. Hozir Urfa giribdi Atachento deb turib, Atachentoni bilar bilmasa ham yer urib tashlarish menimcha maslahat bermayman. Qilsa bo'ladigan joylari bor, qilsa bo'lmaydigan joylari bor. Shunga qarab gap chiqilaveradi. Mehmonxonadan hozir odamzodning o'zini kelib chiqishidan, keladigan mehmondan kelib, hashamandorchilikni ko'proq qilimi yo spokойlik qilimi. Shunga qarab turib foizini kelib chiqib, Atachentoni ham turi ko'p dedik-ku. Yaldridoni bor, Matiraki bor, Grubisi bor, Gladkisi bor. Shundan kelib chiqib o'zini me'yorida ishlatsa, shunda chiroyli effekt beradi. Ertangi yurgan vaqt o'tishi bilan ham urf-odatdan chiqmaydi. O'zini spokойligini, o'zini chiroyini saqlab turib biladi. Masala shunda da remont qilmat 5 yildan keyin holat nechik bo'ladi?
Misal men o'tirib uyimda 2 yildan keyin yakmin qolishim mumkin bana. Pul ketdi, xarajat ketdi. Yakmik qoldi deyishingiz mutaxassisni topib olmay ne urdirganingizdan bo'lib chiqadi. U gelib ishora uramiz deydidan bilar bilmas ko'paytirib beradi. Size уже 2 yilga borish shart emas u. Уже bir oyning içinde shu yerga girsangiz o'zingizni yamoq sataverasiz. Uni siz devoldan deb o'ylamaysiz uni. Lekin o'zingiz yamoq satasiz. Shu yerga girasiz kelmaydi. Svetlar ham noto'g'ri jalak qilishi mumkin. Даже g'olisini ham noto'g'ri deshab qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Svetlarni kelishtirib olmaydi. Shu sizni bezdiradi. Keyin natijada siz boshqa yerlarga borasiz, bir remontlarni ko'rasiz, u remont ko'zingizda boshqacha ko'rinib boshlaydi. U komfortni, u komfortni mutaxassis qilgan komfortni. Yersangiz mягкийлар ham hamma joy-joyida, svetlar ham ko'zingizga qamashtirmaydi. O'zini vazifasini bajaradi har bir xona. Uni mutaxassis qilsa. Shundan gap chiqarsan siz remontingiz уже был, o'zingiz yakmay qoldi, keyingi yil yana remont etasiz. U da yana rasvod. Shuning uchun rasvodni shu mutaxassisdan berib bir qilib aytganingizni shu narsa neden chiqmasin? Modadan chiqmasin, gurbet aytganda. Shuning odamlar uyini ishlab qo'yibmiz. 10 yil burun qilganmiz, hozir odam uyine kelsa remont etaman deydi. Spokojно yammaydi. Ya ozgina bir kosmetika o'zgartiradi, bir-birini yana chiroyli toza bo'lib turadi. Defekt-defektlarini qaytadan to'g'rilab berishi mumkin. Har kim masalan bolalar narsa oladi, bulashtirib qo'yishi mumkin. Shu vajlarni to'g'rilab qo'yaveradi. Lekin hamma o'z joyiga tushgan bo'ladi. Demak, uni mutaxassis qilgan. Общий stilni o'zgarib turishi, kelib chiqishi to'g'ri. Hozir tezlashib ketdi zamon. Chunki internet, reklama, Instagram hamma ko'payib ketdi, YouTube bo'lib ketdi. Shuni natijasida tez-tez o'zgarib turibdi moda. Moda tez-tez o'zgarib turibdi. Bu modani o'zgarmay, shu qilingan narsa 10 yillab xizmat etish uchun avvalambor o'zi uchun navxalab turganini bilsin. Mijoz. Asosiy narsa shular. Ha, o'zini navxalab turganini bilsin. Agar kuch yetmay turgan bo'lsa, dizayner bilan maslahatlashib bir qarorga kelinsin. Remont boshlanmagan burun hamma o'z joy-joyiga kelib, proyekt qilingandan keyin mutaxassislar berib ishlanilaversa, ana shu size indamin 10 yil, 15 yil xizmat etadi. Bu zaman 1 yıl 2 yıldan keyin o'tib moda o'zgarib ketdi, bo'lmay qoldi demaydi. Chunki mutaxassis qilsa uni bo'lmaydi. Shuning joylar bor, shuning proyektlar bor. O'zini davridan hozirgi davracha chiroyli. Xiva turibdi. Ha, ana tushundingiz. Xiva turibdi yana. Qaraysan, ko'zing quvanaveradi. Restoranlar bor. Grup aytib aytamiz. Shu moda ekan deb turib, marokkanskiy stil moda bo'lib ketdi. Hamma yer marokkanskiy bo'lib ketdi. Hozir endi buzib qaytadan spokojniy loft o'tyapti. Dim ko'p beradi. Me'yorini o'tirib beradilar. Mutaxassislar joy-joyina qo'yib ishlasa, proyekt raskonaynlik qilinsa, joyida tushsa, u приятный bo'lib ko'p yillar xizmat etadi. Ana shundan narsa. Xuddi kir bo'lmasin deb turib kuxnyaga oshxona aboy urgandan bu o'ta qo'rqinchli narsa. Ya'ni men shu narsaga guvohi bo'lganman. Bir do'stimiz bo'lgan voqea shuda Xorazmda aboy urib tursa ham beradi. Men aboy urishga qarshi emasman. Aboyni yoki bo'lmasa kraska urush masalasida hamma materialni ishlatishda aboyni umuman chiqarib tashlash kerak deb men uni iloji yo'q. Chunki aboy 200 yil oldi yotirigan narsa u. Yevropada paydo bo'lgan. Qisqasi aboyni urgan farzandlarida o'skirik. To'xtamaydi-da Xorazm. Toshkentga boradi. Yangi o'skirik to'xtaydi. Bana keladi boshlaydi. Bu do'stimiz Xorazmning havosi endi o'zingiz yaxshi bilasan, endi havosi toza bugungi kunda, endi havosi buzuq ham biladi uni endi. Toshkent eldingi o'rlarda o'tdi bunday masalalar bo'yicha. Toshkentda endi bir doktor shunday dedi. Spalniyda balangiz spalniysida aboy bormi dedi. Bo'lgan voqea shu narsa. Bor dedi. Aboyni shilib tashlab, krasyolda to'xtaydi dedi. Aboyni shilib tashladi, krasyolda to'xtadi. Va shu narsaga yo'qmayna, bo'lgan narsa shu. Ya'ni materialni nereye ishlatishlik, nereye ishlatishmaslik ham katta ahamiyati. Hozir yana devor olib turgan material haqida yetibdi, sog'liq bilan bog'liq temasi. Rangni psixologiya ta'siri bor. Rang psixologiyasi bor. Bizda shunday narsa, ya'ni har bir rangni odamga ta'sir etishi bor. Yani aytib o'tdim, ya'ni fokus koridor taraf. Ya'ni siz qarab o'tiribsiz, bir tarafa fokusingizni qarab, lekin shona urilgan dekoratsiya shunday sizni fokusingizni doim o'ynatib turadi. Bu ham aytganim birinchi o'rinda miyani charchashi, siz уже xorib boshlaysiz, ko'zdagi kasalliklar kelib chiqadi, уже zreniya pasayadi. Xonadagi rang sizni psixologiyangizni, kayfiyatingizni o'zgartirib beradi. Настроениyangiz zo'r bo'lib kirasiz xonaga, уже настроениyangizni tushirib beradi. Xorib tashlaydi уже, yo qo'zg'aladi, yo уже nervi o'ynab boshlaydi.
Masalan, shunday ranglar bor, psixologiyada rasmiy odamni jildi bo'lsa, davolaydigan ranglar bor. Siz xonaga kirib qo'yadi. Prosta tak shunday rang bilan davolaydi. Yozib ko'rishlar mumkin, bemalol bor bu narsalar. Ya'ni rang psixologiyasi, odamning psixologiyasiga ta'sir etadi ranglar. Shunday noto'g'ri aytib qo'yiladi ranglar, o'sha aboylardagi dekorativni gullar ham. O'sha odi bilan dekoratsiya, u dekoratsiya xonadan men urilmaydi hech qachon ham. Dekoratsiya bir ramka olib, как будто kartinkadan osilishi kerak bu narsa. Shunday dekoratsiyaning vazifasi shu. Aboy ham shunda bo'ylab topilgan, shunda ishlatilgan boshdan. Bu bizlarga kelib polni hamma yeri o'ralgan. Masalan, shu yuzuk, zolotiyskiy yuzuk bor, masalan, ayollarning narsa bezaki. Shu narsa ham bir qo'lda tursa boshqacha, hamma barmoqda tursa boshqacha-da. Keyin butun tanadan shunday narsa bilan bezasangiz u boshqacha effekt beradi. Ya'ni shunday narsa. Qaysi qachon xo'shroq ko'rinadi? Shuni bir rostdan ham uni ustozi bilan maslahat etib aytgan yaxshi. Har bir detalni tanlagan vaqtda, rangni tanlagan vaqtda, dekoratsiyani tanlagan vaqtda. Proyektni zo'r o'qib bilib, me'yor bo'ladi-da. Zo'r narsa-da u. Me'yorda ya'ni uyasi bilan o'rtasidagi kelishuvda shu me'yorni to'g'ri tanlab bilsa, masalan, uyasida kerak narsani biladi bu. Shu. Shu me'yorni bilsa bo'ldi. Hammaga kuch-quvvat. Katta rahmat. Rahmat. Siz ham rahmat. Nadiduni menimcha bir chiroyli suhbat bo'ldi. Suhbatimizdan kimdir manfaatlasa, bir odam bo'lsin, ikki odam bo'lsin, biz faqat xursandmiz. Maqsadimiz shu. Maqsad shu. Ya'ni kimgadir foydamiz desa, albatta fikrlar, yani aytgandan subyektiv fikrlar. Bize bu fikrlarni aytganda o'zimizni hayotiy tajribadan, ko'rgan narsadan, so'zlashgan narsalardan kelib chiqib aytdik albatta. Kimdir uchun bu noto'g'ri bo'lishi mumkin. Ya'ni mutlaq bu hayotning o'zida mutlaq to'g'ri fikrni o'zi menimcha bo'lmasa kerak. Bir tarafdan qarasang noto'g'ri bo'ladi, ikkinchi tarafdan to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun kimgadir manfaatli bo'lsa suhbatimiz, faqat menimcha xursandmiz. Menimcha bunday suhbatlarni ko'p o'tirib turishimiz kerak. Chunki qurilish sohasi shunday katta sohaki, bundagi muammolar ham ko'p, yangilik ham dim ko'p. Hatto shunday bo'ladi, o'zimiz ishlab chiqargan mahsulotlar haqida boshqa odamlar yangiliklarni so'zlaydi, nelar ham bo'ladi. O'zimiz bilmaymiz bu narsalarni. Chunki informatsiya dim ko'p. Shuning uchun rahmat hammaga. Yurginglashamiz.